BRB xizmatlaridan to'liq foydalanishingiz uchun One ID orqali ruxsatni faollashtirishingiz kerak. MyGo ilovasini oching va raqamli identifikatsiyadan o'ting. Qidiruv orqali Mobile ID ni toping. Jismoniy shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish xizmatini tanlang va xizmatdan foydalanish tugmasini bosing. Telefon raqamingizni va SMS orqali kelgan kodni kiriting. MyID orqali verifikatsiyadan o'ting. One ID mobil ilovasiga o'ting va telefon raqamingiz orqali ilovaga kiring. Bunda telefoningizga SMS yuborishingiz kerak bo'ladi. Kelgan maxfiy kodni kiritib, ushbu ilovaga kirish uchun parolni o'rnating. So'ngra boshqaruv bo'limiga o'ting va servisni faollashtirishni bosing. Shu bo'limda qidiruv orqali biznesni rivojlantirish bankini topib, ruxsat berish tugmasini bosing. Bo'ldi. Siz BRB bank xizmatlaridan to'liq va xavfsiz foydalanishingiz mumkin.